Xo'y, yo'l bo'lsin. Bu odamni ham tezroq o'ldirish kerak. Ustimdan kulyaptimi? Men shunchaki bu yerga bir nimani qidirib keldim. Iltimos, ishimga aralashmang. Sizni o'ldirmoqchi emasman. Muz nafasi. Sovuqlik nazorati. Qarshilik qilma. Nimadir qilishdan oldin o'zingga bir qarasang bo'lardi. Sen meni genjutsuimga tushib qolgan eding. Bu sen va meni kuchim o'rtasidagi farq. Ko'ramiz qancha vaqt chidar ekansan. Bu qanday maxluq? Qanday achinarli. Seni menga qarshi hamma hujumlaring befoyda. Nima? Og'riyaptimi? Juda g'alati. Hoy, Sen yana kim bo'lding? bu ishlarni qilgan senmisan? Nima bo'libdi? Men xohlagan ishimni qilaman. Yaxshi. Men seni hech qachon kechirmayman. Kurama! Qani boshladik. La'nat energiyasimi? Yo'q. Hech qanday sababsiz bu binoni buzib tashlading. Shunchaki buzib tashladim. Sen murdasan. Xo'y, nima bo'ldi? Nega bunchalik g'azabdasan? Ko'plab odamlar halok bo'ldi. Sen bunga javob berasan. Kurama! Men seni shu yerning o'zida yo'q qilaman. Bu umuman la'nat texnikasiga o'xshamayapti. Unaqada do'zaxqa yo'qola qol. Nimalar bo'lyapti? Nima bo'ldi? Naruto. Bu yerda juda ko'plab begunoh insonlar bor ekan. Yaxshisi boshqa joyda jang qilaylik. Yaxshi. Unaqa bo'lsa, Shibuyadagi barcha odamlarni qirib tashlayman. Nima bo'ldi? Moya juda ham xursand eding-ku. Hoy, bilasanmi nima? Ayollar va bolalar naqadar jirkanchki, men ularni... Ovozingni o'chir. Sen maxluqsan. Bu nima bo'ldi? U zarba og'rig'idan qiynalib gapirgan edi. Demak, Kakashi mana shu atrofda bo'lishi mumkin. Bu yetarli. Yana qiladigan ishlarimiz bor. Yaxshiyam. Nusxamni oldinroq chaqirgan ekanman. Endi uni qayta chaqirib, biroz la'nat energiyamni tiklab olay. Men qochdim. To'xta! Men bu yerni qira olaman. To'g'risini aytsam, bu zarbani qaytarish uchun menga juda ko'p la'nat energiyasi kerak bo'ldi. U zarba bilan esa hatto o'lib ham ketardim. Ortiqcha katta ketmasligim kerak edi. U bola boshqa raqiblarimdan ancha kuchli ekan. Menga aytchi. Nega? Hali ham tiriksan. Minglab begunoh insonlarni o'ldirding. Nega endi bunchalar qo'rqyapsan? Bu axir qanaqasiga? Tushunarli. Unday bo'lsa, bu bolakay menga hali juda ko'p muammo keltiradi. Nimalar bo'lyapti? Voy, nima gaplar? Bo'la qol. Bu odamga nima bo'ldi? Ha, aynan shuni xohlayman. Uni garovga olaman.
Xullas akalar ko'rdinglar, короче, ikkinchi qismi mana shunaqa davom etdi. Endi xudo xolisa do'stlar, 3-qismi haqida tez orada aytaman qachon chiqishini. Sizlarga bitta iltimos, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Telegram kanal, YouTube kanal ikkalasiga obuna bo'lib tursanglar, tez orada do'stlar yana chiroyli kontentlar chiqishni boshlaydi. Rahmat, hammaga o'zingizga tiklanglar.